Ismim Farangiz, 26 yoshman. Ikkita bolam bor. Ajrashib ota-oyimga kelganman. Yoshlikdan juda shoh qiz bo'lib olganman. Oilada erkak qiz edim. Opamlarnikiga haftada bir marotaba borardim. Pochim meni o'z singlisidek ko'rardi. Juda mehribon edi. Opam maktabda o'qituvchi edi. Opam maktabga ishga ketgan payti opning yosh quloqchasiga qarab o'tirardim. Ishdan kelguncha pocham taksi qilardi. Har kuni obedga pocham ovqatlanganiga kelardi. Farangiz, singlim, yaxshi o'tiribsizmi deb shirin va mayin-mayin gapirardi. Yo'q, rahmat pochcha. Imronbekka qarab o'tiribman, opam ishdan kelguncha dedim. Ha, tushunarli. Menga ovqat qilib bering, ishga ketaman dedi. Xo'p deb pochamga ovqat qilib berib, kohiga kirib ovqat taxlayotgan joyimda pochim orqamdan kelib quchoqlab oldi. Nima qilabsiz poch deb o'zimni yo'qotib qo'ydim. Chunki opam bolali bo'lganiga 1 oy bo'lganda pochim tegina boshladi. Opiz homiladorlik paytidan beri qiynalib yuribman. Menga imkon berasizmi dedi. Shohga tushdim. Yiglab yubordim. Pocha, nimalar deyapsiz? Opam bilsalar oldiradi-ku ikkalamizni ham dedim. Yo'q, qo'rqmang Farangiz, hammasi sir bo'ladi. Opangizga bildirmay yuramiz, sizni anchadan beri yoqtirib qolganman deb quchoqladi. O'zimga ham yoqib ketdi. Chunki ko'rmaganimga 2 yil bo'lgandi. Prosta ehtiroslarim uyg'ona boshladi. Baribir ayolligim tutib ketdi-da. Yo'q poch, unda qilmang, qo'rqaman dedim. Yo'q, qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi deb shirin gapirdi. Oxiri quchoqlab oldida sekin gilomni hissaga yotkazdi. Poschamlik turib ketgan edi. Rosa oyogimni o'rtasiga tiradi. Qattiq turgan edi. Rosi yoqa boshladi. Sekin qo'llarini 2 tarvuzdan eza boshladi. Mazza, rosa yoqib qoldi. O'zim ham quchoqlab oldim. Poch baquvvat inson edi. Sekin shimini yechdida go'sht kaltagini tirab oldi. 2 oyogimni o'rtasiga. Shu payt opam ishdan kelib qoldi. Eshik taqqiladi, birdan kiyimlarini kiydi. Pochim Farangiz, menga ovqat taxlab bering. Ishga kech qolyapman deb baland ovozda gapirdi. Opamni bilmasin deb. Xo'p, hozir pocha deb ovqat qilishga tushdim. Eshikda pocham ochdi. Opam kirib keldilar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? dedi. Ha, opa, ovqat taqlayapman pochga dedim. Ha, yaxshi dedi. Pocham ishga ketdi. Kech bo'ldi, men uyimga ketdim. Yarim kechasi pochim telefon qildi. Farangiz, o'zingiz oldiga boraman. Olasizmi? Sizga surprizim bor dedi. Hozir chiqaman dedim. Chiqdim. Mashinaga o'tiring dedi. Mashinasiga o'tirdim. Gul olgan ekan. Gulni yaxshi ko'rishimni bilardi-da. Rahmat, poch, rosa xursand bo'ldim dedim. Yurang, bir joyga olib boraman dedi. Uydagilar bilib qolsalar meni urishadilar dedim. Yo'q, tez qaytamiz dedi. Yo'q deyolmadim. Keyin mayli ketdik dedim. Pochimni qayerga olib borishni yuragim sezardi. Gaznitsaga olib bordi. 1 soatga oldi gaznitsa olib kirdi. Yuring, gaplashib olaylik dedi. Deb kirdim. Kirganimdan kiyimlarni yechdi. O'zim ham yechindim. Rosa xohlardim. Quchoqlab spalniga yotqizdi. Rosa o'pdi hamma joylarimdan. Pashalab mazza qilardim. Keyin sekin go'sht kaltni tiqqa boshladi. Rosa menga yoqardi. Mazza qilib 1 soat yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. Sizni yaxshi ko'raman. Endi har doim shu joyga kelamiz dedi. Xo'p dedim. O'zimga juda yoqdi. Pochimni yaxshi ko'rib qoldim. Juda ham akkuratni yuradi. Haligacha sirligicha qolib kelmoqda. Hozir ham har doim xohlasam mazza qilamiz. Opam lekin bilmaydilar. 2 marta homilador bo'ldim. Oldirib tashladim. Oyimdagilar bilmasin deb. Hayot davom etmoqda. Eri yo'qlar. Mazza qilib bu hayotda yashaganingiz qoladi.
Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Real hayotim shunaqa haligacha.